Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qadim zamonlarda bir qishloqda Hasan ismli bir kambag'al yigit yashar ekan. Uni na moli bor ekan, na mulki bor ekan. Eski kulbasida yashar ekan. Kuniga topgan nonini yarmiga bo'lib yer, Allohga shukr qilib yurarkan. Hasan kambag'al bo'lsa ham qalbi boy, so'zi rost, qo'li ochiq yigit ekan. Bir kuni o'rmonga o'tin terishga ketibdi. Yo'lda bir och cholni ko'rib qolibdi. Chol yiqilib yukini ko'tara olmay o'tirgan ekan. Hasan hech ikkilanmay o'tinini tashlab cholga yordam beribdi. Yukini ko'taribdi, uyigacha eltib beribdi, yarimta qolgan nonini cholga beribdi. Chol Hasanga qarab, "Bolam, hamma odam ham bunday mehribon bo'lavermaydi. Tilagingni ayt", debdi. Hasan esa "Menga boylik kerak emas, halol rizqimni kengaytirsang bas", deb javob beribdi. Shunda chol kulib, "O'rmonda eski chinor bor, uni tagida qazisang taqdiringni topasan", deb g'oyib bo'libdi. Hasan hayron bo'lib aytilgan joyga boribdi. Chinorni tagini qazisa, oltin to'la sandiq chiqibdi. Hasan sevinib ketibdi. Ammo sandiq ustida yozuv bor ekan. Bu xazina faqat halol yurak egasiga baraka keltiradi. Ochko'zlik qilgan kishini bor mol-mulkidan ayiradi, deb yozilgan ekan. Hasan sandiqni uyiga olib boribdi. Oltinidan faqat keragicha olib, qolganini yashirib qo'yibdi. U oltin bilan uyini tuzatibdi, kambag'allarga yordam beribdi, yetimlarni sevintiribdi, uysizlarga uylar qurib beribdi. Ammo bu xabar ochko'z boyni qulog'iga yetibdi. Boy sandiqni qidiribdi, oxiri topibdi va o'g'irlab ketibdi. Lekin ertalab uyg'onsa, sandiq toshga aylangan ekan. Boyni o'zi esa qashshoq odamga aylanib qolgan ekan. Uylari yonib ketgan ekan, mollari kasal bo'lib o'lgan ekan, ekinlariga Qur'on kelgan ekan. Hasan esa halol yigit sabab sandiq yana qaytib kelibdi Hasanga. Oradan kunlar, oylar o'tibdi. Hasan endi qishloqda hurmatli odamga aylangan ekan. Odamlar uni oldida maslahat so'rab kelar. U esa hech kimni ranjitmas, bilganini ayamas ekan. Bir kuni u sandiqni ochib qarasa, sandiqda oltinlar tugagan ekan. Tubida ilgari ko'rmagan eski xarita bor ekan. Hasan xaritani olib yana o'sha o'rmonga yo'l olibdi. Yo'lida u och qolgan bolani ko'ribdi. Bola undan non so'rabdi. U o'zi bilan olib chiqqan nonini ikkiga bo'lib bolaga beribdi. Yana ozroq yo'l yurganda suv so'rab turgan musofirni duch kelibdi. Musofirga u yordam beribdi, suv beribdi. Shunda musofir birdan o'sha avvalgi cholga aylanibdi. "Hasan, sen o'zgarmabsan", debdi chol. "Boylik seni egallamabdi, boylik seni egmabdi, sen boylikni egallabsan", debdi chol. Chol uni baland tog' sari boshlabdi. Tog' bag'rida oltin eshik paydo bo'libdi. Eshik ochilib, ichidan na oltin, na kumush chiqibdi, balki nurli kitob chiqibdi. Bu hikmatlar xazinasi kitobi ekan. Chol debdi: "Kim buni o'qisa, xalqiga foydasi tegadi", debdi. Hasan kitobni olib qishlog'iga qaytibdi. U kitobdan o'qib o'rganibdi. Odamlarni halol mehnat qilishga o'rgatibdi, adolatni tiklabdi, yoshlarga ilm berishibdi, yoshlarni ilmga undabdi. Qishloq asta-sekin obod bo'libdi. Odamlar bir-biriga mehrli, halol bo'lib yashay boshlashibdi. Hasan o'z tengini topibdi, unga uylanibdi, farzandlar ko'ribdi va baxtli hayot kechira boshlabdi.